Farzandingizni bo'yi pastligidan xafa bo'lib yurgan bo'lsangiz, men sizga hozir bo'y o'stiradigan yaxshi sport turlari va shu mavzu haqida gapirib beraman. Har bir ota-ona farzandini bo'yi uzun, chiroyli qad-qomatga ega va mushaklari to'lishgan farzand bo'lishini xohlaydi, lekin bu yerda ko'pchilik bitta narsaga ishonib qoladi. Ota-onasini bo'yi uzun bo'lsa, semiz bo'lsa yoki bo'lmasa genga bog'liq deydi va shu bilan cheklanadi. To'g'ri, genga bog'liq, lekin o'sha genga bog'liqlikni ro'yobga chiqarib beradigan omillar bor. Bu narsaga ahamiyatli bo'lish kerak. Genda bor, bo'ldi o'sib ketadi yoki bo'lmasa mushaklari zo'r bo'ladi degani emas. O'zi avval tushunib olishimiz kerak, bo'y qanday o'sadi degan. Bolaning suyaklari o'sish zonalari mavjud. Ya'ni bu epifizar plastinkalar deyiladi. O'sha zonani o'sishiga qarab bolaning ham qo'l, oyoq mushaklari va bo'yi o'sadi. Bo'y o'sishini boshqaradigan asosiy gormon ham bor. Bu mana somatoterapin gormoni. Somatoterapin gormoni bu o'sish, ya'ni kechqurun uyqu 22:00 dan kechqurun 2:00 gacha eng pik darajada faol o'sib boradi. Bu degani agar uyqu yaxshi bo'lmasa, bola o'nda uxlamasa, o'sish ham orqada qoladi degani. Bundan tashqari, bolalarning bo'yi o'sishida bir necha sport turlari, turli xil mashqlarni ham hozir aytib o'taman. Bu muhim omil hisoblanadi. Birinchisi konkret aytib o'taman, suzish. Suzganda bilamiz, hamma mushaklar harakatga keladi, yelka, oyoqlar hammasi harakatda bo'lganligi uchun o'sish zonalari ham o'sha paytda faol o'sishi kuzatilgan. Bu narsalar hammasi isbotlangan ma'lumotlar. Ikkinchisi, osilib turishi, misol uchun turniklarda tortinish yoki gimnastika bilan shug'ullanish. Turnik bilan osilganda o'suv nuqtalari cho'ziladi, bolalarda ham bo'y o'sishi kuzatiladi. Yoki bo'lmasa gimnastika bilan shug'ullanganda turli xil akrobat mashqlari yoki bo'lmasa egilish mashqlari, yugurish, osilish, sakrash, turli xil o'sha gimnastik mashqlar bajarganda ham bolaning bo'y o'sishiga ijobiy, sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Gimnastika bu cho'zilish, muvozanat, egiluvchanlik hammasi suyak o'sish zonalarini faol ushlab turishga yordam beradi. Bundan tashqari, basketbol, voleybol turlari ham eng bo'y o'sish uchun yordam beradigan zo'r sport turlari hisoblanadi. Chunki bilamiz, basketbolchilarning bo'ylari juda ham baland bo'ladi, voleybolchilarniki ham. Chunki ular asosan sakrash mashqlari bilan shug'ullanganligi uchun sakragan paytda epifizar plastinkalar, ya'ni o'sish nuqtalari stimulyatsiya bo'ladi. O'sha stimul natijasida sekin-sekin cho'zilib boradi. Shuning uchun ham basketbolchilarning ko'pi bo'ylari balandgina, qadrosi shakllangan baquvvatlar hisoblanadi. Bundan tashqari, velosiped haydash. Velosiped haydaganda oyoqlarimiz tinimsiz harakatda bo'ladi. Bu yerda ozgina e'tibor berish kerak bo'ladigan joyi, o'tirg'ich o'rindiqlarni salgina balandroq qilib qo'yish kerak. Shunda oyoq pedalgacha eng maksimal cho'zilishgacha yetadi. Maksimal cho'zilib, mana bunday harakatlar bo'lganda o'sish nuqtalaridagi boya aytib o'tganimizdek stimullar ularning o'sishiga yordam beradi. Bundan tashqari, uyda ham mashqlar qilsa bo'ladi. Misol uchun, aynan sportga chiqmasa, bir sportni bahona qilish shart emas. Uyimizning oldida, domlarning atrofida har xil turnik, brus, har xil mashq bajaradigan mashg'ulotli joylar bo'ladi. Plashatkalar, oddiy qilib aytganda, plashatkalarga chiqib hech bo'lmaganda 15-20 daqiqada o'sha yerda sog'lom turmush tarziga amal qilib, har xil misol uchun gimnastik mashqlarni o'sha yerda turib ham bajarsa bo'ladi. Unga aynan birorta sportga borib yoki bo'lmasa sport bo'lmasa uni bahona qilish shart emas. Yoki bo'lmasa shu ko'chadan chiqmagan holda ham uyda shunchaki ertalab turdingiz, badan tarbiya mashqlari, bo'yin, qo'l, oyoq badan tarbiya mashqlarini qilsangiz ham ertalab bu juda ham foydali hisoblanadi va ertalab ish, o'qish, maktabga borganda organizm tetik bo'ladi. Ya'ni svejiy deydi-ku. Svejiy bo'lib, kundalik bu kayfiyatingizga ham ta'sir qiladi. Kun davomida yaxshi kayfiyatda, badaningiz kuchli, energechniy bo'lib, kechgacha, oddiyroq aytgancha, zaryadingiz kechgacha yetadi. Shuning uchun sport bilan ertalab 5-10 daqiqa shug'ullanishingiz ham sezilarli darajada o'sish, rivojlanishga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, hamma sport turi ham bolalar uchun foydali bo'lavermaydi. Bola qancha kichik bo'lsa, ular o'sish yoshida, ya'ni 12, 13, 15 yoshlarida ularni og'ir atletika yoki bo'lmasa og'ir yuklarni ko'taradigan, kurash kabi sportlarga berish tavsiya qilinmaydi. Mumkin, lekin tavsiya qilinmaydi. Chunki vertikal holatda og'ir jismlarni, insonni ko'targanda, sheriklarini ko'targanda bo'y o'sishiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bolani o'sish vaqtida yengilroq sport turidan boshlab, keyin og'ir sportlarga, yakka kurashlarga ham bemalol o'tkazsa bo'ladi. Unda ancha chiniqqan bo'ladi. Yana bir muhim e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bolalarni sportga berishga berdik, lekin ularni yeyishi,
rivojlanishichi, ularni qanday oziqa bilan oziqlanyapti, vitamin komplekslar qabul qilyaptimi, yetarlicha uxlayaptimi, u narsalarni qabul, misol uchun og'iz ovqatni so'rilishi uchun organizmda oziq moddalar yetarlimi degan savol tug'iladi. Buning uchun farzandlarimizni o'sish rivojlanish davrida sport bilan borganda ko'p energiya sarf qiladi. O'sha energiya sarfini defitsitni qayta to'ldirish kerak. Buning uchun bolani sog'lom ovqatlantirish, vitamin va minerallarini qabul qilishiga muhim ahamiyat qaratishimiz kerak. Bunaqa vitamin komplekslar Vitaway mahsulotlarida ham bor. Vitawayda to'liq neurokompleks, osteokompleks, ya'ni suyak va mushaklarning o'sishiga qaratilgan komplekslar bor. Aynan shuni oling demayman. O'zingiz ko'ring, o'zingizga ma'qul bo'lgan, vrach tavsiya qilgan boshqa vitamin komplekslarni, aynan shu tarkibli bo'lgan vitamin komplekslarni bemalol olib bersangiz bo'ladi. Muhimi farzandlarimizning sog'ligi. Aynan shuni oling emas. Agar topolmasangiz, bu mahsulotlarimiz ham juda foydali, o'sish, rivojlanish uchun ayni kerakli faol moddalar va vitaminlar mavjud. Glavnisi, ya'ni eng asosiysi farzandlarimizning sog'ligi, kerakli mineral va vitaminlarni qabul qilsin, o'sib rivojlanib, sizni doim xursand qilib yursin. Agar bu kabi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, Vitaway sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.